Assalomu alaykum, efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarvara Tojiyeva. 1-dekabrda Nigohni rasmiylashtirish tartibida muhim yangiliklar joriy etiladi. Prezident farmoniga ko'ra 2025-yil 1-dekabrdan boshlab turli idoralar o'rtasida elektron axborot almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Mazkur tizim orqali bir qator talablar bekor qilinadi. Xususan, endilikda nigohni rasmiylashtirish jarayonida FHDYO organlari tomonidan nigohlanuvchi shaxslardan tibbiy ko'rik natijalari talab etilmaydi. Nikoh sud qarori bilan bekor qilinganda, nigohdan ajralganlik haqidagi dalolatnoma yozuvini shakllantirish uchun FHDYOga sud qarorini taqdim etish shart emas. Ushbu ma'lumot elektron tizim orqali avtomatik olinadi. Shuningdek, avtomotransport vositasi ro'yxatdan o'tganlik guvohnomasida transport vositasi egasining manzilini ko'rsatish talabi ham bekor qilinadi. Yangi talablar fuqarolar uchun qulaylik yaratish, ortiqcha hujjatbozliklarni kamaytirish hamda xizmatlarni tezkor va shaffof ko'rinishga o'tkazish maqsadida joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Fransiya Respublikasi Parlamenti Senati o'rtasidagi parlamentlararo hamkorlik guruhlari ishtirokida navbatdagi onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur muloqot davomida ikki davlat parlamentlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, o'zaro munosabatlarni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Uchrashuvda O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi aloqalar bugungi kunda strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgani qayd etildi. Bu esa yuqori darajadagi tashriflar hamda yirik qo'shma loyihalarning izchil amalga oshirilayotgani bilan izohlanadi. Shuningdek, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, turli sohalarda o'zaro aloqalarni rivojlantirish yuzasidan fikr almashildi. Madaniy-gumanitar yo'nalishdagi hamkorlikka alohida e'tibor qaratildi. Xususan, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan qo'shma tashabbuslar hamda ta'lim sohasidagi aloqalarni kengaytirishning dolzarbligi ta'kidlandi. Uchrashuvda fransuz tilini o'rganishga qiziqish ortib borayotgani, ikki davlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik ham izchil rivojlanayotgani qayd etildi. Turizm sohasida hamkorlikni kuchaytirish, qo'shma forumlar va madaniy tadbirlarni tashkil etish bo'yicha takliflar bildirildi. Muloqot yakunida parlamentlararo hamkorlik guruhlari faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish, har yili kamida bir marotaba qo'shma yig'ilishlar o'tkazib borish hamda navbatdagi uchrashuvni O'zbekistonda tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishildi. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovning topshirig'iga muvofiq Termiz tuman obodonlashtirish boshqarmasida yo'lga qo'yilgan samarali ishlar asosida viloyatdagi barcha tumanlar uchun amaliy seminar tashkil etildi. Bugun boshqarma bazasida o'tkazilgan seminarda shahar va tumanlar obodonlashtirish xizmatlari rahbarlari ishtirok etdi. Tadbir Termiz tuman hokimining mas'ul o'rinbosari hamda boshqarma mutaxassislari tomonidan olib borildi. Seminar davomida ishtirokchilarga boshqarma tomonidan yo'lga qo'yilgan ishlab chiqarish jarayonlari, kichik chorvachilik, parrandachilik, bog'dorchilik va issiqxonachilik yo'nalishlaridagi amaliy tajribalar tanishtirildi. Shuningdek, daraxt va gul yetishtirish xo'jaliklari faoliyati namoyish etildi. Uchrashuvda tumanda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga oid batafsil ma'lumot berilib, boshqa hududlarda ham ushbu tajribalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi. Xabar berganimizdek, kecha Fuqarolik jamiyati haftaligi forumi o'z ishini boshladi. Mazkur tadbir doirasida fuqarolik jamiyati institutlari sohasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, sohani yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Bugun haftalik doirasida muhim tashabbuslar va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan loyihalar qamrovini kengaytirish hamda amalga oshirish borasida o'zaro fikrlar almashinildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mamlakatimizda erkin va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2017-2024-yillarda fuqarolik jamiyati institutlarini bevosita qo'llab-quvvatlash va samaradorligini oshirishga qaratilgan 64 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Shuningdek, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan alohida bob kiritilib, uning 13-bobi fuqarolik jamiyati institutlari deb nomlandi.
O'zbekiston tarixida ilk marotaba 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi va asosiy ustuvor yo'nalishlar belgilab berildi. Haftalik fuqarolik jamiyatining 1500 nafardan ortiq vakillarini jalb etgan holda respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilmoqda. Bugungi forumda fuqarolik sektori vakillari uchun dolzarb mavzularni muhokama qilish, demokratik qadriyatlarni targ'ib qiluvchi yechimlarni ishlab chiqish, shuningdek O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha fikrlar almashildi. Bu tadbirda bugun milliy madaniy markazlarimiz, undan tashqari nogironlar jamiyatlari tomonidan tayyorlangan mahsulotlar ko'rgazmasi, milliy madaniy markazlar tomonidan tayyorlangan konsert san'at chiqishlari rejalashtirilgan. Hozirgi kunda mana mutaxassislarning hammasi aylanishib mahsulotlar savdosi bo'layapti. Ko'rgazmada ishtirok etishib, o'zlari hamma fikrlarini bildirishyapti. Bularning hammasi kelgusida fuqarolik jamiyati institutlarimizni rivojlantirish uchun bo'ladigan ishlarga zamin va asos yaratilgan. Respublika bosqichiga bugungi yanovidan kelib chiqqan holda respublika bosqichiga ham vakillar saylanib, ular ishtirok etishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu haftalikni o'tkazishdan maqsad O'zbekistonda erkin va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni milliy va xalqaro hamjamiyatga yetkazishdan iborat. Bugun faol fuqarolar, nodavlat, notijorat tashkilotlar mazkur masalalarni jamiyat kun tartibiga olib chiqmoqda. Jamoatchilik eshituvi, jamoatchilik muhokamasi, jamoatchilik monitoringi kabi ta'sirchan zamonaviy nazorat shakllarini amalda qo'llashmoqda. Mamlakatimizda joriy yilda o'tkazilgan konstitutsiya bo'yicha referendum, prezidentlik saylovlarida ham fuqarolik jamiyati institutlari siyosiy faollik ko'rsatdi. Bularning bari erkin va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lidagi dadil qadamlardir. Bugun tumanlarimizdan, nogironligi bo'lgan nodavlat tashkilotlarimizdan hamda milliy markazlarimizdan, ya'ni rus, tojik, turkman milliy markazlarimizdan ko'rgazmalar tashkil qilingan. Fuqarolar bugungi ko'rgazmadan bahramand bo'lishyapti. O'z qo'l mehnatlari bilan tayyorlangan narsalarni ko'rgazma sifatida taqdim qilishyapti. Biz bu yarmarkaga Qiziriq tumanidan keldik. Rasmlarimiz bilan qatnashyapmiz. Bu rasmlar qizim chizgan. Yarmarkada taassurotlarimiz juda ham yaxshi. Hayajonlanyapmiz ham. Mazkur haftalik Yuksalish umummilliy harakati tomonidan Oliy Majlis palatalari, Adliya vazirligi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Taraqqiyot strategiyasi markazi, Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamkorligida o'tkazildi. Fuqarolik jamiyati haftaligining Surxondaryo viloyati hududiy bosqichining yakunida nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar yarmarkasi, viloyatdagi taniqli san'atkorlar va milliy madaniy markaz vakillari tayyorlagan konsert dasturlari bilan o'z yakuniga yetdi. Mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, fuqarolar mehnatini munosib rag'batlantirish, xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shaxsning mehnat qilish huquqi Bosh qomusimiz va boshqa qonun osti hujjatlari bilan himoyalangan. Biroq ayrim ish beruvchilar xodimlarning huquq va manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarni yuzaga keltirishyapti. Majburiy ijro byurosi Surxondaryo viloyati boshqarmasi Sherobod tuman bo'limi mutaxassislari ijro hujjatlariga tayanib ana shunday holatlardan biriga chek qo'yishdi. Mavzu tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Bosh qomusimizning 42-moddasiga ko'ra har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanish huquqiga ega. Biroq ayrim ish beruvchilar borki, konstitutsiyada belgilangan ushbu normalarni chetlab o'tib, mehnat shartnomasida belgilangan ish haqini o'z vaqtida to'lamaslikka urinishadi. Shu kabi holat Sherobod tumanida ham kuzatildi. Majburiy ijro byurosi Sherobod tuman bo'limi ish yurituviga kelib tushgan ijro hujjatlariga ko'ra, tumanda faoliyat yurituvchi Sherobod Tekstil Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 70 nafar ishchi xodimning jami 162 million 681 ming so'm miqdoridagi ish haqi o'z vaqtida to'lab berilmaganligi aniqlangan.
Byuroning Sherobod tuman bo'limi tomonidan ish yurituvga qabul qilingan hujjatlar asosida belgilangan tartibda majburiy ijro harakatlari amalga oshirildi. Jumladan, qarzdor jamiyatning barcha bank hisob raqamlariga band solindi. Shuningdek, jamiyatga tegishli ko'chmas mulk, bitta yengil avtotransport hamda ikkita maxsus texnika vositalariga nisbatan taqiq qo'yildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida qarzdor korxonaning 70 nafar ishchi xodimiga tegishli ish haqlari to'liq undirib berilishi ta'minlandi. Men Sherobod tuman Sherobod Tekstil Invest MChJ tashkilotida sochi bo'lib ishlaganman. Shu 2024-yilda berilmay qolgan ish haqimiz bor edi. Shu masala bo'yicha biz Sherobod tumanlararo fuqarolik sudiga murojaat qildik va murojaatimiz ko'rib chiqilib, buyruq chiqarib berildi. Sherobod tuman majburiy ijro byurosiga Sherobod tuman majburiy ijro byurosi shu bo'yicha ish olib borib, bugungi kunda 2024-yilda berilmay qolgan ish haqlarimizni, ya'ni 31.628.000 ish haqimda to'liq majburiy ijro tomonidan undirib berildi va men bundan minnatdorman. Aytish joiz, majburiy ijro byurosi organlarida ishga tiklash va ish haqi undirish to'g'risidagi ijro hujjatlari alohida nazoratga olingan. O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunga ko'ra, ish haqi undirish va ishga tiklash bilan bog'liq ijro hujjatlari darhol ijro etish belgilangan. Shunga ko'ra mazkur toifadagi ijro hujjatlari alohida nazoratga olingan bo'lib, Majburiy ijro byurosi Surxondaryo viloyat boshqarmasi organlari tomonidan joriy yilda 243 ta ijro hujjati bo'yicha 3 milliard 794 million so'mlik ish haqlari undirilgan. Bundan tashqari 60 ta ijro hujjati bo'yicha asossiz ishdan bo'shatilgan fuqarolarning ishga tiklanishi ta'minlangan. Hozirgi kunda ish yurituvda qoldiq bo'lib turgan 64 ta ish haqi undirish bilan bog'liq ijro hujjatlari bo'yicha majburiy ijro harakatlari davom ettirilmoqda. Xulosa qilib aytganda, bosh qomusimizda hamda mehnat qonunchiligida belgilangan tegishli normalar har bir shaxsning mehnat qilish, erkin kasb tanlash va adolatli mehnat sharoitlarida ishlash huquqini kafolatlaydi. Qonunni buzganlik uchun esa jazo muqarrardir. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha, ertaga 27-noyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.